Mana sho'rvamiz tayyor bo'lyapti. Chaqaloq kelgan, chillasi chiqib, qizim kelgan mana unga sergo'sh qo'y go'shtiga dumbalarni bilan qilib sho'rva qilib qo'ydik. Mana pishdi sho'rvamiz, xudo xolisa suzamiz sal turib. Somsalar pishirdi, xudo xolisa somsalarimiz tayyor. Bozordan bir siqim emas, kichkina qo'shuvcha bo'lar ekan. Gulbiyor olib ekkan edim, ko'payib ketdi, hamma yoq gulbiyor bo'lib ketdi mana. Gulbiyor, hamma yoq gulbiyor, hovliga gulbiyor. Bu chiroyli bo'lib turar ekan, qizil, sariq, oq, tak yana roziviy svet, 3 xil, 4 xil bor ekan. Mana qarang, chiroyli. Chiroyli-a. Shunaqa hovlilarni chiroyli qilib qo'yib o'tirsa yaxshi. Bag'ring ochiladi. Maza qilasan. Avaralarni ish qilyapti o'tda. Hayot shunaqa. Bu yer yuzini gullataman, yashnataman deysan. Bu yo'qdagi uy joyini gullatib yashnash esdan chiqib qoladi ko'pchiligini. Ko'pchilik eski kalitda yangi eshikni ochaman deb o'ylaydi. Afsuski ocha olmaydi. Shunaqa. Eski kalitda yangi eshikni ochib bo'lmaydi. Eski qulfi bilan yashayverish kerak. Hayot shunaqa. Mana navaram tarvuz ekaman deb qovun ekkan ekan. O'sha sopda kichkina qovunchalar soldi. Endi avgust oyi, sentyabr oyigacha pisharmikin bilmadim. Lekin mana katta bo'lib ketdi. Pastda suv quydiryapman o'ziga. Xudo xolisa balki qovun yermiz.